menga kerak bo'lgan savolimga javob berishlaring kerak. Doktor o'zi kuzatib, radomga olib chiqqan. Agar javob berishdan bosh tortsalang, пожалуйста, intervyu bermasliklaring ham mumkin. Hozir bizga mana shu kadrlar o'zi ham yetadi-da. Yo'q, olishmayapti-da, ichkaridagilar ham, partiyalar ham olmayapti. Hozir qarab chiqaymi? Ya batga qo'yish kerakmi? Qani signal turadigan joy deb yozib qo'yish kerakmi? Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Eskarab qishlog'ida 2001-yilda tug'ilgan kelinchak ikkinchi farzandini dunyoga keltirgan. Ming afsuski, tug'ruq jarayonidan so'ng bizga kelib tushgan manbalarda aytilishicha, shifokorlar e'tiborsizligi sabab kelinchak 4 kundan so'ng vafot etgan. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan Oltiariq tuman tibbiyot birlashmasiga bordik va bo'lib o'tgan achinarli voqelik sabablarini ochiqlashga harakat qildik. Ketdik. Yo, siz oldin kiring, o'zingiz sekin narsangizni qo'yib qo'ying. Agar ish qilishmayap turgan bo'lsa menga mana yuring, mana yig'ilishyapti. Yo, tushundim, ko'rdim aka. O'shangacha sal. Xo'p, hozir mana 1 soatda o'tdi-da hozir. Yo, endi radon berilib, tug'ruq holatida bo'lsa, radon tug'dirib turgan bo'lsa, yo'qmi, bolam qo'yib qo'yib o'lsa ham, tirik qolsa ham yurdim men. 1 soat operatsiyada bo'lmaydi-ku. Bu operatsiya bo'lmasa to'g'rilab bo'yapti-da. Siz kiring, ishlamasangiz ko'z bilan ko'ring, jurnalgacha ko'rasiz. Haqiqatli doktor yonboshlayotgan bo'lsa aytasiz menga. Billa kiringlar o'sha yerga hozir. Rost aytyapman, radonda ular ish qilyapti. Batda yig'ilishib bo'limga siz bilan kirsak bo'ladimi? Jicha sabr qilib tursin dedim, xolos nimani men sizga. Ana nimalarni, radonlarni gaplashib olasiz. Mana biz holat bo'yicha kelib o'rganishga kelganimizga 1 soatdan o'tgan bo'lsa-da, hali hanuz mas'ullar o'ta beparvolik bilan harakat qilmoqda. Operatsiya soatini belgilamaymiz. Har xil holatda doktorlar Ko'p bilan ular kam bilan qiladi. Endi biz belgilamaymiz. Tibbiyot xodimimiz ular chiqadi operatsiyadan. Mayli, shu To'lavrashadimi? Qancha muddatda operatsiya qilishni? Birorta hamshiralar bo'lsa-da, hamshiralar operatsiya jarayonida yordam beradi. Hozir bitta ayol borku, hamshirami kimdir chiqdi-ku. Mana doktor Kunduzxon nima? Jasurbek. Zafarjon Jasurbek deyapman. Mayli chiqib g'arashmoqsa kiraveradi. Voy, biz opa 3 soatdan beri turibmiz-da, yana kutish kerak emas. O'shanga operatsiyani yo'q, operatsiya flashda ishlaysizlarmi? Nima ishlayman? Men holatni ko'rishim bo'yicha tug'olmay turgan ayol bo'ldi. Unga harakat qilishdi. Endi olib ketishdi. Endi qanchada chiqadi bilmaymiz. Kamisi familiyasimi o'sha ayolni? Ayol familiyasini endi bilamiz, so'radim. Biz hamma bilmaymiz-ku, ikkinchi turda. Hozir ro'yxatga olib keyin chiqariladimi? Ikkinchi etajdan ayolni damlarini chiqib bor nimalarni o'tirgan bo'lsa kerak. Oltiariq tumanini titratgan ushbu voqelik tuman tibbiyot birlashmasi rahbarini pinagini ham buzmadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi u yerdagi xodimlarga rahbarning o'rni yo'qmi? Har xil bahonalar ostida yaqin 4 soatda onalik va bolalik bo'yicha o'rinbosarni topib kelishga muvaffaq bo'ldi. Rahbar bechora. 13-kuni sahar soat 3:20 atrofida ayol kelgan, quvg'ida, belida og'riq bilan shikoyati shu bo'lgan. Doktorlar ko'rib baholashgan. Og'riq qoldirishga muolaja qilishib, kuzatuvga olishgan ayolni. Analizlarga buyurishgan, tekshiruvlarga buyurishgan, yurak EKGsi, shu laborator tekshiruvlarga. Keyin nazoratda bo'lib turasiz, biz kuzatamiz deyshgan. Shu bilan ayolda bezovtalik bo'lmagan. Ertalab obxod paytida yana ko'rishgan. Ayol endi shu ginekologik yo'l bilan ko'ramiz deyshganda, menda bezovtalik yo'q. Agar bezovta bo'lsam aytaman, chunki unda ikkinchi homiladorlik, ikkinchi tug'ruq degan. HDB homiladorlar davolash bo'limiga o'tkazishgan radondan kuzatuvga. Kuni davomida tinch turgan. Soat 4:30larda shunaqa quvg'imda yana belimda og'riq paydo bo'lib qoldi deb HDBni doktorga aytgan. Doktor o'zi kuzatib, radonga olib chiqqan. Shu bilan navbatchi, endi 5 bo'lib qoldi orada, navbatchi vrachlar ko'rishib, ayolni operatsiyaga tayyorlashni buyurishgan hamshiralarga. Operatsiya xonaga olib kirishib,
Bizga bildirilgan fikrlardan bilish qiyin emaski, ushbu bo'lib o'tgan holatda tibbiyot xodimlarining ham biroz emas, anchagina aybdordek tuyulishi hech birimizga sir emas. Batga qo'yish kerakmi? Qani sizning analiz turadigan joyingizni yozib qo'yish kerakmi? Nima edi bular? Chaqiring degan. Qo'yasizmi? Oddiy e'tiborsiz. Oqibati. Operatsiya doktori for, nima qilsa bu? Qo'yib yuborasiz. Ha, hozir Operasyonni qilib aka. Bizga operatsiya dedi, yolg'on aytdi. bularga qaranglar qizlar. O'sha qancha muddat davom etadi? Taxminingizcha? 1 soat, 1,5 soat. Eng ko'p vaqt olsa 1,5 soat, 3 soatgacha. Eng ozrog'i bo'lsa-chi. Eng ko'p bo'lgan. 15 minut. Yo'q, 1 soat. hech qanaqa operatsiya bor, 15 minut. 1 soatdan 3 soatgacha keladi, nashta operatsiyalar. Hozir batda ko'rgan shprislarimiz nima edi? Yo'q. Men ochib ko'rsatdim, shpris dedim. Ignasi bilan shprislar turibdi. Nima baqa chiqib gapiravering-ku? Nima edi? Anaqa eshiklarimiz g'irchillamasin deb aptonni yo'g'idi. Bu avtoni emas, u ko'p, juda ko'p. Ko'p? Ana o'sha. Yo'q, hamma palatga yurgandik, nima qilib. Qatdan shaqtorlik ochilgan chiqish. Ovoz tashlab bordim qizlarga. Ana qayta tashlab beramiz. Bo'ladi. Borib kelib Yo'q, haqiqatan o'shaqa bo'lsa olib kelavering. To'g'ri. Anaqa bo'lishi mumkin. Avval avtobus bo'lsa, har bittasi bittadan olib qo'yiladi qog'ozga. o'tlarga bunga qilamiz, qo'yib qo'ydik, yumshatamiz, shunday. Yo'q, hop, qog'ozga o'rab qo'yiladi. Har bittasi. Har bittasi отдельно qog'ozga o'rab turibdi. Nima qog'ozga o'rab qo'ymaysizda, obda? Yo'q, u dori. U boshqa narsa, bu shprisdagi dori boshqa narsa. Kim chaqiryapti? Doya chaqiryapti. Tamam, bahada kelasiz, qaysi doya chaqiryapsiz? Men birovning telefonida so'rab olaman. Ana nomerini beraymi? Keling, Maslahatlash bor deyapti. O'rganishimiz davomida bizda emas, Farg'onada vafot etdi deya bong urayotgan tuman tibbiyot birlashmasi rahbari nahotki o'zlarining qo'lida o'lish holatiga keltirilib, keyin esa Farg'onaga yuborilganini bilmasa. Menga kerak bo'lgan savolimga javob berishlaring kerak. Birinchi kelgan kuni qanaqa bo'lgan ahvoli? Unga birinchi qanday yordam ko'rsatilgan? Ha? Hop, o'sha to'lov boshlanganda birinchi nima qilingan? Hop, to'ldirilgan, operatsiya qilib, operatsiya yo'li bilan olingan, to'g'rimi? Undan keyin onaning ahvoli qanday bo'lgan? Agar javob berishdan bosh tortsalang, pожалуйста, intervyu bermasliklaring ham mumkin. Hozir bizga mashhur kadrlar o'zi ham yetadi-da. Intervyu berishdan bosh tortdi, onaning o'lim sabablari yashirilyapti deb beraveraman. Yo'q, onaning o'lim sababini endi ona ertalabgacha ko'rilgandan keyin og'irlashgandan keyin bu holatda viloyatga o'tkazildi. Shoshilinch tibbiy yordamga. Shoshilinch tibbiy yordamda ular kerakli yordamlar ko'rsatishgan, zarur narsalarni operatsiya qilgan, hammasi yordamlar ko'rsatilgan. Endi undan shu yerda 3-sutkada bo'lmadi, 2 sutka yotishda, amaliyotda 3-sutkada bo'lmadi. Endi uni sudmet tibbiy xulosalariga qarab ko'riladi endi. Nasada birovga tashxis qo'yishga men ham qo'rqaman. Endi viloyat sudmet ekspertiza bor, ular chiqargan. Biz ushbu holat bo'yicha viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan rasmiy munosabat kutib qolamiz.